Avvalambor assalomu alaykum. Qadrli dehqonlarimiz, Agrohouse kompaniyasining mutaxassislari bugun 2025-yil 11-iyun Takki kompaniyasini tangirini navi ekilgan mana shu poliyaga. Sherzod aka, bu qaysi oyda ekiluvdi? Martda boshida ekilganda. Mana shu martda boshida ekiluvdi. Deyarli 90-100 kunlik 100 kunga pishib tayyor bo'ldi-da. 100 kunga tayyor bo'ldi. Bu sabzini sizga ustunlik tarafi qanday bo'ldi? Oldingi yillarda ekilayotgan sabzi bilan farqi qanaqa bo'ldi? Biroz qisqacha aytsak. Bu sabzi kasallikka ham chidamli, ham ekkandan keyin tez o'sib ketaveradi ham. Rivojlanishi tez. Rangi ham, qizilligi ham zo'r ekanda. Qizilligi ham zo'r. Hozir bu bozorga nech bilan ketyapti shu kechagingizga? Bozorga 5000 so'mdan sotyapmiz, xudo xohlasa. 5000 dan sotilyapti. Poliyadan o'zi teropga. Bunga qanaqa ishlovlar berdingiz? Shu jarayonda. Ekkandan keyin kultuvasa, o'tadik. Selitr ham kam berdik, bu ham kam. Selitr kam berdingiz. 1,5 gektarga barikdan qanaqa ishlov berdingiz? O'g'it, MPK, oziqalar berdilar. Berilgan. 2 marta setildi. 2 marta, ha. O'zimizdan 1-2 marta qaradik o'tganga. Sabzi tavsiya qilamiz, ha, dehqonlarga. Zo'r sabzi ekan. Zo'r, ha. Bozorga. Mana shu 2 gektar ekilgan, ha, bu poliyaga. 1,5 gektar. 1,5 gektar ekilgan. Kasallikka chidamligi. Kasallikka chidamligi juda zo'r ekan. Bunga qancha oziqa bersa ko'taradi? Ko'taradigan. Yorilishi ham tamom. Yorilishi deyarli yo'q. O'zi bu sabzini mana shu martdan eksa umuman yorilish kuzatilmaydi. Yorilishning bitta ikkita sababini aytib o'taman. Suvni chanqatib suv qo'ysa yoriladi. Keyin boyagi -10 gradusdan baland bo'lsa, sovuqqa qolsa, yanvarda ekilsa yorilishi ko'proq bo'ladi. Martdan bag'iga ekilsa, sabzi erkaklamaydi ham, mana yorilmaydi, chiroyli sabzi bo'ladi. Ayrim dehqonlar mana bu qishga ekadi, keyin yorilib ketdi, o'sib ketdi deydi. Sababi mana shu. Sabzilarimiz ko'rinishi shunaqa. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr salomat bo'ling. Mayli. Bo'ldi. Shu tashlab beramiz.